To'qquz aka. Ketganim aka sizga? Yarim kilo aka? Yarim kilo. Salom alaykum. Sizga hisoblashim qachon? Aka salom. Aka. Omma holda shu ittiroq qilsanglar bo'layapti endi. Qo'yishlarda to'ng'ochim kech qolyapti. O'shani so'z ustiga qo'nyapsiz, ha? Yarim kilomi yo'q? Yarim kilodan oshsa 700 800 gacha bo'ladi aka. Ya aka, so'zimni salom. Qachondingiz do'st? Qani, ko'tarib turamiz. To'qquz aka. Ketganim aka sizga? Yarim kilo aka? Yarim kilo. Qanaqa so'rasan? Tomon ko'taraylikmi? Tomon chiqarib qo'yadi. 60 minut qo'ysak aka. Bo'ldimi? 60 minut dedi. 60 minut. Yo'q, ichki olib ketgan. Ana bu bo'lsa 60 minut. Yozadi bu. Ha, yozadimi? Bu har bitta taroz o'tgan yozadi bu. Senmi? 200 turadi. Endi shuni qilasan. Islom aka, qanchalik qilayotganingizni eslab turgan o'zi yozibdi. Bo'ldimi? Ha. Aytib. Kimga degan? Kimga beradi pulga? Ruslan, ikkilasha kelgan senlar. Qarab qo'ying. Mana akalar turishni ochirtlari, yoz. Nechisilar? Jizzaxdan kelyapsizlar. Gap yo'q. To'rqishni bitta setni berib turishni moslab turib. Tili ko'proq bo'lsinmi? Til, pay, go'sht ko'proq bo'ladi. Qolganlari asarkunda hasbam beraman. Xorijdan. Gap yo'q aka. Jizzaxdan kelib, shayga xos keldingiz aka, gap yo'q. Xudo qolsa o'zim set qilaman. Davomchi qo'shib qilib beraman. To'rqishga mo'ljallab. Xo'roz aka. Ikkidan kelyapsiz. Gap yo'q aka. Bo'ldi aka. Qanchalik bo'lyapti? 4 kishilik. Qanchalik? Hozir bilaman summasini o'yinga ketgan. Tak. Ismim Bekdorjon aka. Hop. Nima bo'ldi hisob? Menga plasini aytib turasan. Zamondan so'ngroq qilasan. Reklamada o'zim. Shuncha kalla pocha turib yemading? Yo'q, hozircha olmayman. Hozircha olmayman. Sizga hozircha zaka solingani yo'q ekan. Zaka ko'proq ekan, endi hozir zaka solingani yo'q. Ha, zaka hozir zaka olinganmi yo'qmi? 1 kilo sabr qilamiz. Akalar. Bunisini ham aniq topasiz. Kezaga o'zingiz tayyorlaysizmi? Ha, o'zingiz o'ylab.